Qo'qon universiteti Andijon filiali talabalari Qo'qon shahrida tibbiy profilaktika va targ'ibot ishlarida ishtirok etadilar. Bu boradagi kelishuvlarga universitet rahbariyati va Qo'qon shahar hokimi o'rtasida bir necha hafta avval bo'lib o'tgan muzokaralarda erishilgan edi. Bugun bo'lib o'tgan muloqot chog'ida ushbu kelishuvlarni amalga oshirishning aniq mexanizmlari, loyihada ishtirok etadigan volontyorlar soni va qamrab olinadigan hududlar muhokama etildi. Volontyorlar oilaviy shifokorlar kabi mahallalarda yurib, har bir oilani o'rganib, shu oila qaysi kasalliklarga moyilligini hisobga olib, sog'lom turmush tarziga, to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik, zararli odatlardan voz kechish, shaxsiy gigiyenaga rioya qilish, stressga chidamlilik va me'yordagi tana vaznini saqlashga o'rgatib, kasalliklarni oldini oladilar va sog'lom farzand tug'ilishini ta'minlaydilar. Surunkali kasalliklarga chalinganlarga kasallik bilan yashash va uni boshqarish, onkologik, diabet, insult, infarkt kabi kasalliklarni erta aniqlab, og'ir asoratlarni oldini olish bilan shug'ullanadilar. Ulug'bek Norboyev, Zibo Mursayeva, Qo'qon shahar hokimligi axborot xizmati uchun.